Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Amir Temur to'g'risidagi mavzularimizni davom ettiramiz. 1405-yil 18-fevralda O'trar shahrida buyuk sohibqironning vafotidan keyin mamlakatda bir muncha murakkab, mushkul vaziyat paydo bo'ladi. Buning ikkita sababi bor edi. Birinchidan, tasarrufdagi yerlarning uzoqlikligi va uni boshqarish qiyinchiligi. Ikkinchidan, Temuriy shahzodalarining o'zaro taxt uchun kurashlari. Uzoq yillik kurashlardan keyin Xuroson va Hirot taxtiga Shohrux Mirzo keladi va u 16 yoshli nabirasi Mirzo Ulug'bekni Samarqand taxtiga o'tkazadi. 1407-yildan 1447-yilgacha markazi Hirot bo'lgan Xuroson davlati va 1409-yildan 1449-yilgacha markazi Movarounnahr bo'lgan Samarqand davlatida Mirzo Ulug'bek hukmronlik qiladi. Xuddi mana shu davrda lekin taxt uchun kurashlar davom etib ketadi. Temurning vafotidan keyin taxt vorisi Pirmuhammad edi, lekin bunga Mironshohning o'g'li Halil sulton to'sqinlik qilib, u o'zicha Samarqandni egallashga harakat qiladi. Ana undan keyin Temuriylar ichida yana markazlashgan davlat qura olgan sarkarda bu Umar Shayxning o'g'li Husayn Mirzo Boyqaro edi. U 1469-yildan 1505-yilgacha taxtda o'tiradi va 4-chi markazlashgan davlat qurgan shahzoda bu Bobur Mirzo bo'lib, u 1426-yilda Hindistonga borib, o'sha joyda 1848-yilgacha bo'lgan davom etgan Boburiylar davlatini barpo etadi. Bugungi suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.